Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlarga bitta depressiyadan chiqish, stress kamaytirish, ya'ni kortizol gormonini tushirishni osonroq bir usulini, life hack desa ham bo'ladi, aytmoqchiman. Masalan, ovqatlarni bo'ldingiz, ishdan chiqqansiz, ovqat yeb bo'lgandan keyin o'zingiz xush ko'radigan, masalan, bitta muzikani qo'yib, menda endi nashida eshitib, mashinada aylanishni yaxshi ko'raman, to'g'risi. Bu bir maqtanish emas. Kim qaysi yo'nalishda o'zini xush ko'radigan ishini, hobbisini qilib, lekin eng yaxshisi piyoda yurish. Piyoda yurish juda ham zo'r, ham ovqatlangandan keyin ovqatni hazm bo'lishida yaxshi yordam beradi, ham qon aylanish tizimlarini yaxshilaydi. Agar iloji bo'lsa piyoda yuringlar. Piyoda yurishning eng yaxshisi ertalab vaqtli yurganda yurakka juda ham yaxshi yordam beradi. Qon aylanish tizimlari juda ham zo'r bo'ladi. Yurakdagi har xil kasalliklar kamayadi. Men masalan mana shunday nashida eshitib, ham jismoniy ham ruhiy tinchlanishga juda ham yaxshi yordam beradi. Hozir juda ham ko'pchilikda stress, depressiya holatlari ko'p va buning natijasida gormonal o'zgarishlar, ko'p kasalliklar kelib chiqadi. Insulin gormoni ko'p ishlab chiqariladi, kortizol ko'p ishlab chiqarilgandan keyin asablar tarang holatda bo'ladi. Mana shunday bitta nashida yoki bir xush ko'rgan qo'shiqni eshitib, yarim soat, ko'p emas, yarim soat aylanib yoki piyoda yurib salaringiz yaxshi bo'ladi, xudo xohlasa. Endi bu meni o'zimning fikrim, sizlarga tavsiya qilaman. Har kimni o'zini xohlagan bir hobbisi bor, shu hobbisini qilgan holatda ham asablarni tinchlantirish mumkin. Hozir juda ham ko'p kasalliklar asabga bog'liq bo'lib qoldi. O'zi qaysi bir inson bilan suhbatlashsangiz ham yo u asabiy bo'ladi, yo depressiyada bo'ladi, yo juda ham kasalliklar ko'p bo'ladi. Mana shunday qilsalaringiz, meni fikrim, sog'ligingizni qisman bo'lsa ham foydasi tegadi. Sog'ligingizni tiklashingizda juda ham yaxshi yordam beradi deb o'ylayman. Mana shu narsani qilib ko'ringlar, xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Hammalaringizni sog' salomat yurishlaringizni Allohdan so'rayman. Va sog'lom turmush